bizlarga Ka'badek bir ulug' baytni in'om qilgan va bu joyda ibodat lazzatini ato etgan Alloh azza va jallaga beadad hamd va sanolar aytamiz va unga sajdalar qilamiz. Va mana bu ibodatlarni go'zal tarzda o'tkazishligimizni va buni mukammal va komil qilishligimizni bizga o'rgatgan va buni ta'limini bergan Xuzu anni manasikakum ibodat masalalarida menga ergashinglar degan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Hozirgi kunimizda haj va umra ibodatlarida mana bu sohani egalari bo'lmagan san'atkor deysizmi yoki yosh yigitlar yoki ba'zi bir akalarimiz ijtimoiy tarmoqlardan va ba'zi bir kitoblardan, sahih bo'lmagan kitoblardan ma'lumotlarni eshitib olib, shuni odamlarga ta'limini berayotganliklari va bularning ibodatlarida biroz xato kamchiliklar bo'lib qolayotganligiga qalbimiz rozi bo'lmagani uchun ustozlarimizdan maslahat olgan holatda Qur'on va Rasulullohning hadislari va ulamolarning ijtihodiga asoslangan holatda Madina va Madinadagi ziyorat, Masjidun Nabaviy va Makka, umra, ihrom mahzurotlari, haj amallari haqida ba'zi bir ma'lumotlarni mana shu risolamiz orqali yetkazishlikni iroda qildik. Alloh azza va jalladan mana bu yo'lda sobit qadam bo'lishligimiz, o'zi kuch-quvvat berishligi va haqdan toyilmasligimiz, Allohning izni ila va uni yordami ila sahih bo'lgan ma'lumotlarni, haj va umraga oid masalalar, ziyorat o'rinlari haqida sahih ma'lumotlarni, ishonchli ma'lumotlarni berishligimizni va Allohning huzurida yuzimiz yorug' bo'lishligini Robbimiz azza va jalladan so'rab qolamiz. Va inshaalloh sizlarga mana shu risola orqali bundan buyog'iga qisqa va lo'nda haj, umra va Makka va Madina va bu joydagi ziyorat o'rinlari haqida ma'lumotlar berib boramiz. Siz ham Alloh taolodan bizni haqqimizga duo qilib turishligingizni so'rab qolamiz.